SPKya hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydigan kasallik. Bu tuxumdonlarning haddan tashqari ko'payib ketishi, ba'zilar polikistoz ham deb aytiladi. Kimlarda ko'p uchraydi? Hozirgi kunda yosh qizlarimizda juda ham ko'p tuxumdon polikistozi uchramoqda. Va ayollarda esa ikkilamchi bepishlik bilan juda ham ko'p murojaat qilishyapti. Bularning hozir sababini ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar va kerakli ma'lumotlarni olinglar. Polikistozni kelib chiqish sabablari yosh qizlarda bu hayot tartibining noto'g'ri bo'lishi. Hozirgi kunda kelib texnika rivojlanganligi sababli ko'p telefon o'ynab, ko'p telefon orqali juda ham ma'lumotlarni olib, kerakli emas ma'lumotlarni olib, bosh miyada juda ham ko'p informatsiya sababli bular kech uxlashni boshlaydi, kortizol gormonining oshib ketishi mumkin va buning natijasida metabolik o'zgarishi va bular qizlarimizda tez semirishga moyillik bo'ladi. Ikkilamchi bepushtliklarda ko'p ayollarda kuzatiladi. Eng asosiysi stress. Uyda qanaqadir stress, travma olgan bo'lsa yoki bo'lmasa bir sabablar, o'sha ovqatlanish tartibi buzilib ketib, semizlik natijasida polikistoz uchraydi. Xo'sh, polikistoz bo'lishini qanaqa biz bilamiz? Birinchi o'rinda albatta ginekologga ko'rikka kelishingiz kerak. Polikistozni belgilari bular. Hayzning vaqtida kelmasligi, 2-3 oyda bir kelishi mumkin. Shunaqa kasallarim borki, bir yilda bir marta, 2 marta Sevara Abdullayevni hayz ko'raman deb juda ham ko'p murojaat qilishadi. Ikkinchi belgisi tana vaznining ortiqcha bo'lishi, metabolik sindrom kuzatiladi va erkaklik gormoni ko'payib ketishi, xuddi erkaklikka o'xshab mo'ylovi, soqoli ko'payishi mumkin, ko'krak atrofida tuklar ko'payadi va qorin sohasida va sonlarida juda ham ko'p qalin tuklar ko'payishi va yana asosiy shikoyat qiladi bu qizlarimiz, ayollarimiz yuzida ugrilar, aknelarning ko'payib ketishiga ham xos polikistoz. Agar shu belgilar bo'lsa, hayz vaqtida kelmasa, o'sha yuqorida aytib o'tilgan belgilar bo'lsa, albatta ginekolog ko'rigiga borishingiz kerak. Buni yana polikistozni tashxisini to'g'ri qo'yish uchun bir qancha tekshiruvlardan o'tiladi. Bular nimalar? Birinchi o'rinda gormonlarga albatta topshirishingiz kerak. Ikkinchi o'rinda uzi qilinadi. Bachchadan uzisi. Bunda o'sha tuxumdonlarning razmeri katta bo'ladi va normadan juda ham ko'p, haddan tashqari 15 ta, 20 ta, 30 ta folikul bo'lib ketadi. O'zi normada bitta srezda ko'rganimizda 7 ta, 8 ta bo'lishi kerak. Va bularda haddan tashqari ko'payib ketadi. Keyingi tekshiruvimiz, agar prolaktin gormoni oshib ketgan bo'lsa, MRT gipofiz, miyada gipofiz besichi bor, uni MRT qilamiz. Agar ortiqcha insulinni ko'payib ketsa, albatta endokrinolog bilan birga ishlab, bularni o'sha ozdiruvchi korreksiyalar bilan korreksiya qilishni boshlaymiz. Xo'sh, agar sizga polikistoz diagnozi qo'yildi, hammasi tasdiqlandi, uning asorati birinchi o'rinda befarzandlik, bepushtlikka olib keladi. Chunki hayz normada vaqtida kelmaydi, noregulyar va sizda ovulyatsiya bo'lmaydi. Agar sizda deylik 40-45 kunda hayz kelganda ham, taqdirda ham sizlarda ovulyatsiya bo'lmaydi. Chunki bular ishlamaydi, ответный reaksiya yo'q. Tuxumdonlar xuddi o'sha razmerda turadi va bularda reseptorlari uzatuvchanligi buzilgan bo'ladi. Ovulyatsiya bo'lmagandan keyin homilador ham bo'lmaydi. Agar biz polikistoz sizga diagnoz qo'yildi, bepushtlikka olib kelar ekan, hayz siklini buzilishiga olib keladi. Agar bu hayz siklini biz tiklamasak, oxirgi sizlarda klimaksga o'xshagan belgilar ayollarda, qizlarda achinarli shu narsa belgilar kuzatilishni boshlaydi. Birinchi o'rinda qiladigan narsalar, agar sizda hayz sikl buzildimi, polikistoz diagnozi qo'yildimi, albatta ginekologga ko'rikka kelishingiz kerak. Va yuqorida aytib o'tilgan tekshiruvlar sizlarga o'tkaziladi va sizga to'g'ri diagnoz qo'yiladi. Va sizga har bitta ayol uchun individual korreksiya programmasi, davosi tuziladi. Agar siz bepushtlik bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, 3-4 yillab uni kutmanglar, birdaniga ginekologga kelib, sizlarga stimulyatsiya boshlashni boshlaymiz. Bu nima degani? Tuxumdonlaringizni ishlatishni boshlaymiz va u yerda ovulyatsiyani hosil qilishni natijasida homilador bo'lishga tezlashtiradigan stimulyatsiya dorilari bor. Lekin bu ham aytganimdek har bitta ayolga individual. Agar yosh qizlarimizda balog'at yoshidagi qizlarda hayz sikli buzilib, vaqtida kelmay polikistoz qo'yilsa, albatta ko'rikka kelishingiz kerak. Qizimizga programma tuziladi, vaqtli uxlash, nima ovqat yeyish kerak,
ko'proq sabzavot, mevalar, kletchatkaga boy, unli shirinliklardan voz kechilishi kerak va ko'proq piyoda yurish kerak qon aylanishini yaxshilab va agar ortiqcha tana vazni bo'lsa, u ortiqcha tana vaznini tushiruvchi dorilar va ovqatlar, diyetalar tuziladi. Agar sizga polikistoz tashxisi qo'yildimi yoki hayz vaqtida kelmayaptimi yoki siz bepushtlik bilan qiynalyapsizmi, bemalol ko'rigimga keling, pastdagi raqamlarga yozib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.